Assalomu alaykum hammaga. Bugun ertalab kichkinagina pagurus chiqdi, obzor qilgandim. 1300 taga yaqin prosmotr bo'libdi. To'g'ri, bu ko'pchilik uchun unaqa katta raqam bo'lmasligi mumkin, lekin hali 2,5-3 kun ham bo'lmagan Instagram profil uchun bu yaxshi natija deb o'ylayman. Eng qizig'i, kuzatuvchilarning 60% Turkiyadan ekan. Hozir gap bu haqda emas, hozir gap bu go'zallik nima deyapti? Arpalar urishga tayyor holatda turibdi. Xudo xolasa sinaj bosilish jarayonlarini ko'rsataman arpadan. Juda chiroyli manzara.